14 days since he last. Premyer Liganing bu haftasi turnir jadvalini mutlaqo o'zgartirib yuboradi va odamlar bunga tayyor emas. Hafta o'yini Arsenal Manchester United. Bu shunchaki anons emas. Haqiqiy kurash, talashish, tarix. O'yinni yutganda hafta bo'yi mahallada ligani bosh temasi bo'lib, muhokamalar markazida bo'l. Yana bitta o'yin bor. Ignani ustida o'tirib tomosha qiladigan. Manchester City va Wolverhampton. Vaqtmasiz ko'rmayaptimi? O'shaning uchun ham xavfli deb o'yin. Bu turda derbi bor. Newcastle va Aston Villa. Tigiga alohida chizib qo'ying shu o'yinni. Derbimisan derbi. Mantiq degan narsa bo'lmaydi. Faqat o'yin gapiradi bu o'yinda. Qizil ham bo'lsa kerak. Demakki, Arsenal ochko yo'qotsa, chempionlik orzulari yana sarobga aylanadi. Endi rasman emas-ku, lekin amalda. Oldin ham bo'lgan shunaqa narsalar. Qoqilgan-ku Arsenal, to'g'rimi? Xullas, gap shu yerda tursin. Bu hammasi bizning fikrimiz. Xohlasangiz qo'shiling.